Oshqozon yarasi o'limga olib keladimi? Ha, oshqozon yarasi o'limga olib kelishi mumkin, faqatgina asoratlangan holatlarda. Asoratlanmagan holatda o'limga olib kelmaydi. Shuning uchun oshqozon yarasi bo'lgan bemorlar albatta shifokorga uchrashib davolanish kerak. Chunki hozirgi vaqtda oshqozon yarasini davolovchi yaxshi dori vositalari, oshqozon yarasiga sabab bo'lgan helikobakterni yo'qotuvchi yaxshi preparatlar mavjud. Shuning uchun vaqtida shifokorga uchrashib, oshqozon yarasini davolash kerak. Qanday holatlarda asoratlanishi mumkin yara? Yaradan qon ketishi, ya'ni uzoq yillar davolanmaslik natijasida yara kattalashib, chuqurlashib, yaradan qon ketishi. Bu xavfli holat hisoblanadi va ko'p qon yo'qotish natijasida o'lim holati kuzatilishi mumkin. Undan tashqari yarani teshilishi, ya'ni perforatsiya deyiladi. Bunda oshqozon shirasi qorin bo'shlig'iga, oshqozondagi har xil mahsulotlar qorin bo'shlig'iga tushishi natijasida qorin pardani yallig'lanishi, ya'ni peritonit kuzatilishi mumkin. Bu ham juda xavfli holat, o'limga olib kelish ehtimoli juda yuqori. Undan tashqari penetratsiya deydi, yarani penetratsiyasi, ya'ni yarani boshqa a'zolarga, yondosh a'zolarga o'sib kirishi. Bu holat ham xavfli hisoblanadi, xavfli asoratlardan. Mana shu holatlardagina demak o'lim holati kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari yarani davolamaslik oshqozon raki ehtimolini juda yuqori martagacha oshirishi mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak va oshqozon yarasi bor bemorlar albatta yarani tekshirib turib to'g'ri davolanishlarini tavsiya qilaman.